Lekin ko'cha-kuydan ham olgan savollarim bor. Ishonasizmi, bir bozorda mayiz sotib o'tirgan bir katta qo'rg'onlik bir boboy, otaxon. O, 2002-yillar tanib qoldilar-da. Sizga bir savol bor-u, akamillo dedi. Qani aytingchi dedim, men endi o'zim ishim bilan bandman. Nega qizlarni sochlarini 18 yoshgacha mayda qilib o'rishadi-da, 18 yoshdan keyin o'rishmaydi dedi. Hamma endi tekis o'sishi uchun bo'lsa kerak-da dedim-da, ketdim. Bozordan chiqquncha o'ylab yuribman. O'ylab o'yimni tagiga yeta olmayman. Keyin qaytib keldim. Shahar berdim dedim. Ayting javobini desam. Shunda javobini aytgan, mana shu savolni keyin men o'sha kishining nomidan qo'yib 2002-yil eng zo'r savoli bo'lgan. Ko'chada, bozorda bitta mayiz sotuvchi odamdan olganman. Bu qarang mantig'ini. O'ylab ko'rmishsizmi o'zingiz? Nega 18 yoshgacha? Yana 2 olishdan cho'chiyapman. Mantiqiy javob kerakligini sezib turibman. 18 yoshgacha odamni suyaklari qotadi. 18 yoshdan keyin qizlarning sochini mayda o'rish hojati yo'q. Nimaga mayda o'riladi? Chunki u qomatini doim tik turmasa, soch oldinga oqib ketadi. Mayda o'rilganmi sochingiz? Albatta, bolaligimda. Sal engashsangiz hamma yog'ingizga soch, orqadagi soch oldingizga tushib ketaveradi. Shuning uchun mamla qilib yuradi-yu, o'shanda qizlar qomatini tik qilib yashar ekan. Qoyil.